Sizlar bilan to'g'ri bo'yanishni o'rgandik. Endi esa yuzimizni to'g'ri tozalashni o'rganamiz. Gidrofilniy maslo Lancome brendining Travel Size varianti. Gidrofilniy maslo surishdan oldin qo'limiz yuvilgan, toza bo'lishi shart. Ozgincha suv qo'shib masaj qilamiz. Buni yuvib tashlaymiz suv bilan. Gidrofilniy masloni yuvib oldim. Bo'lsa, обязательно yuzimizni penka bilan yuvib olishimiz kerak. Lancome penkasini ishlatamiz. Sizlarga maslahatim, har doim penkani pH deb yozilganini sotib olinglar, chunki pH baland bo'lgan penkalar yuzinglarni quritib olmaydi. Qo'limizda ko'pirtirib olishimiz kerak. Yuzimga har doim bumajniy polotens ishlataman. Yuzimni tozalab oldim. Har doim yuzimga yumshoq sredstvolar ishlatishga harakat qilaman, chunki yuzim juda ham quruq. Agar kuchli sostavli narsalar ishlatsam, sirazi qurib narsa toshishni boshlaydi. Yuzimizga toner pad suramiz. Ochganinglarda shunaqa pinseti bor. Sivoritkasining ko'pligini hisobiga pad sizlarning butun yuzingizga yetadi. Hech qachon bo'ynimizni esdan chiqarmayman. Tonerimiz yuzimizda quriguncha massaj qilib olaman. Eng oxirida увлажняющий krem suramiz. Lancome kremining nimasi yaxshi? Umuman jirni emas, yuzga juda ham tez singadi. Mani uxodim tugadi. Hech qachon yuzinglarni tozalashga va parvarish qilishga erinmanglar.